Assalomu alaykum Bahodir kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Hafta kuniga juma 2026-yil 8-may. Saidul ayyom hammalarga muborak bo'lsin. Juma ayyomilar bilan hurmatli obunachilar. Xo'p, bugungi video obzorimiz Toshkent viloyati Parkent tumani Surxo mahallasidan Murodjon ukamizning xonadonlaridan bo'ladi, xudo xolisa. Toza qonli semental buzoqlarimizdan olib kelib qo'yibdi. Videolarimiz yoqsa bir donadan layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qolgan ma'lumotlarni Murod o'zlaridan olib beramiz. Murod, yaxshimisiz? Bahodir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Sog'lik, charchamasdan keldingizmi aka? Zo'r, xudoga shukr. Assalomu alaykum hurmatli Bahodir YouTube kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Bugun sizlarga xudo xolisa 4 bosh semental buzog'imiz, bitta sigirimiz bor. Shuni video obzorini qo'ldan kelgancha qilib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa kanalga obuna bo'lib ketib, bitta like tugmasini bosib ketsanglar, rosa xursand bo'lamiz. Xudo xolisa mehnatdan to'xtamay shunaqa yaxshi toza qonlilarni chiqarib berishga harakat qilaveramiz. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha chiqarib berishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, o'zingizlar ko'rib, sifatiga bahoni berib qo'yasizlar. Bo'lmasa qarang, Murod, bular hozir sigirni emadi hammasi. Bularning ichida 3 ta buzog'imiz bor, sigirimizni emadigan. Shularning videosini ko'rsatib beramiz. Keyin yana bitta buzog'imiz bor, semental sutdan chiqay deb turgan unimiz. O'shanimizni ham videosini qo'ldan kelgancha qilib berishga harakat qilamiz. Bo'lmasa sigirni olib kiraveramizda, pauza bosib turib, qolgan zagonga tushib olib, chiroyli qilib ma'lumotlarni olib beramiz, hurmatli obunachilar. Layklarni bosib turasizlar. Mashalloh do'stlar, mana sigirimiz ham ostilariga e'tibor berasizlar. Mana. Bitta sigirimiz mana 4 ta buzog'i boqyapti do'stlar. Murod, nechinchi qoringa tuqqan sigirimiz? 2 ni tuqqan Bahodir aka. Kuraytishlarni ham ochib ko'rsatib beraveramiz. Mana 2-chi qoringa tuqqan ekan do'stlar. Joning sog' bo'lib. Bular polni o'rganibdi-ku. Bular onasiga o'rgangan, endi ham bolalari qo'shilgan. Unisini ham yetaveramiz. O'zini bolalari degan gap so'z yo'q, hammasi qo'shilgan bularni. Mana do'stlar. Mashalloh, lekin sigir ham yuvosh ekan. Aksariyat ko'rganmiz, Murod sementalli, lekin ajratmasdan luboy buzoq qo'ysa emadi-da. Shunaqa ekan, xudo olsa o'zimiz ham ko'ryaptik, bolalariga o'ta yuvosh. Mana do'stlar. Mana sigirimizni ham 4 ta so'skalari butun, 4 tadan sut tushadi. Mana. Necha litr suti bor sigirimizni? Xo'p, sigirimizni biz qo'lda sog'ib ko'rmaganmiz. Lekin shu 3 ta buzog'imizni bemalol to'ydiradigan darajada suti bor. Kami 18 yo 20 litr suti bor sigirni. Buzoqlarimizni ham mana ko'ryapsizlar do'stlar. Formalari ham zo'r. Sutga ham to'yapti mana. Orqalariga e'tibor berasizlar. Hammasini orqasi top-toza. Ichki ketlari, hamma narsasidan o'tib bo'lgan, unaqa narsasi yo'q. Shu sigirimizni emadi. 2 mahal. Sigirni sog'maymiz biz o'zimiz. Erta 2 mahal, ertalab kechqurun emadi mana. Mana shu 3 ta buzog'imiz emadi sigirimizni. Murod, qarang, u qatga baraka bo'ldimi nuqtirib qo'yganingiz? Bu nuqtirib qo'yganimiz oldingi chiqazgan partiyamizdan eslaganlar, ko'rganlar bo'lsa biladi buni. O'shanga ham ozgina ma'lumot berib keting. Oldingi safar 6 ta semental chiqazdik, 5 ta kichigi, bitta kattasi bor edi. Eslaganlar bo'lsa. Endi kommentariyalarni o'zimiz ham o'qiymiz, boshqa qilamiz. Ko'pchilik qimmat yoki bundan qachon foyda qilsa bo'ladi deb kommentariya yozgan ekan. Xudo olsa mollarimizni 5 tasini sotdik. Endi bir joyga bo'lmadi, balki videosini ololmadik. 2 tasini kimdir oldi, bittasini Addeniy oldi, Samarqandga berdik, o'zimizni Parkentliklar oldi. O'sha partiyamizdan bitta mana shu buzog'imiz qoldi. Mana bitta mana bitta mashinamiz qoldi. Bunimiz ham Parkentlik akamizga baraka bo'ldi.
Ochiqlab ketamiz. Nech pulga baraka qildingiz buni? Xo'p, buni 27 millionga o'sha 20-moy kuniga sutdan chiqazib berishga baraka qildik. Xudo xolisa bularni chiroyli ratsionda boqib tursa, o'sha mana kechagi chiqazgan partiyamizga o'xshab tonnali bo'ladi bular. Xudo xolisa manaka toza qonligi, har tomonlama kelgan, sababini qilib, mehnatini qilsa, o'zi kutgan natijaga 100% erisha oladi. Mana do'stlar, ishqibozi bo'ladigan bo'lsa, bitta zagon qilib buzoqlarni sigirman qo'shib desa ham bir joyga ham sotaveramizmi? O'zi bu 3 ta sut emadigan buzoqimiz, sigirimizni bir joyga narx etamiz, Aha. bir joyga sotamiz. Endi olgan odam ham ertaga qiynalmaydigan. Olgan odam tayyor olib borib, qiynalmaydi. Manaka sut yo'qlar bo'ladi. Shunaqa sut emdi so'rayotganlar ham bor. Tayyor sigiri bilan manaka. qiynalmaysizlar do'stlar. Qiynalmaydi. Buzoqlar ichi ketdi bo'lmaydi. So'skida sut berib, ko'p berib qo'yib yo kam berib qo'yish degan narsa bo'lmaydi. Mana shu sigirni to'yib emadi, ichi ketdilari ham yo'q. Imkon qadar bir joyga olib qo'ysanglar do'stlar, mana buzoqlarni boqishga ham qiynalmaysizlar. Chiroyli ratsionda sigirni boqsanglar bo'ldi. Bolasini mana boqaveradi do'stlar. Ichida bitta g'unajinimiz bor ekan. Bitta g'unajinimiz bor. Bularni ham aytib ketaylik. Mana shu kattamiz g'unajin. Mana shu. Kattamiz g'unajin. Yoshi 2 oylik bo'ldi. 2 oylik bo'ldi, Ikki oylik. lekin hali buzoq holatda, mana kindilariga e'tibor berasizlar. Voy, mashalloh, ostilariga mana. Hali 2 oylik buzoq ostilarini ko'ryapsizlar. Toza original variant. Mana bu ikkita erkak buzoqchamiz 1 oylik bo'ldi. Mana bu ikkita 1 oylik. Haqiqiy toza original variantlari do'stlar, mana ishonchli fermadan chiqqan. Xudo xolisa olib boqsanglar, yaxshi effekt beradi mana. Orqalari ham top-toza, e'tibor berasizlar. Maromida sut ishyapti mana. Sigirimiz ikkinchi qoringa tuqqan bu. Sigirimiz ikkinchi qoringa tuqqan ekan, ma'lumotini to'liq aytib ketaveramiz. Aha. Sementalga qo'yilgan ekan, sigirimiz bolasi ichida katta bo'lib ketib, nobud bo'lib qolibdi tuqqandan keyin. O'shandan keyin bu buzoqlar olib kelib tagiga qo'shilgan ekan. Aha. Shu bilan uchoviga emizib qarab ketgan ekan sigirimiz. Bolalariga lekin o'ta mehribon. Mana daji qimirlamay turibdi-ku mana. Qimirlamay turadi, tepmaydi, boshqa qilmaydi, suzmaydi bolalarini. Mana hurmatli obunachilar. Mana shu 3 ta sementalimizni boqar ekanda mana. Maromida sut ishyapti. Bunaqa qotib qolgani yo'q. Buzoqlar ham, badanlari ham zo'r do'stlar mana. Jumamunimiz sutdan chiqqan-a? Oldingi partiyadagi. Oldingi partiyadagi bir 10 kunni qoldi, xudo xolisa. Aha. U videoni qo'yganimizga ham где-то 2 haftacha bo'lib qoldi. O'shanda bular 65-70 kun arasida edi. Yana bir 10 kun sut beramiz. Sutdan chiqazib beramiz, xudo xolisa. Mana do'stlar. Eng qiziq joyi, qiynalmaysizlar o'rtoqlar mana. Sigirimiz ham bolani emizadi. Lekin ikkinchi qoringa sigir ham zo'r, xudo xolisa, hurmatli obunachilar. Bitta xonadonni gullatadigan variantlari ekan mana. Buzoqlarimiz sutdan chiqqan paytda kimdir o'zi o'rgatib olaman desa ham bemalol o'rgatib olsa bo'ladi. Endi hozirgi kunda mana shu buzoqlarni emizyapti, o'zimiz sog'motdik buni. Mana do'stlar, lekin buzoqlar ham pochka korobka narsalar. Ikki oylik bo'ldi unajinimiz. Unajinimiz 2 oylik. Shuni shoshmasdan ostilarini ham ko'rsatib beraylik. Joni hisobi bo'lgan. Mana do'stlar, mana xaltalar. 2 oylik buzoq xaltasi do'stlar. Ko'pchilik so'rardi mana g'unajini do'stlar. Xudo xolisa orqasini kutganga arziydigan sigir bo'ladi. Mana do'stlar, ostilar. 1 oylik bo'ldi, ikkita buqachamiz. Ikkita buqachamiz 1 oylik. Buni ham mana orqa korobkalari do'stlar, originali. Hozir emib bo'lgandan keyin bitta aylantirib yana ko'rsatib beramiz. Shoshmasdan hurmatli obunachilar. Toza qonligini so'raganlar mana. Mana bunisi buqacha.
42 378 ekan mana. Ko'zlari ham boshqacha juda, lekin o'ta kuchli do'stlar mana. Korobkalari, tonlariga e'tibor berasizlar mana. Sutni ham to'yib ichyapti. Hurmatli obunachilar, endi sutni maromi deshmasa bunaqa bo'lmaydi mana. Erta kech xuddi shunaqa emiziladi. Erta kech shunday emiziladi. Sigirimizga o'sha hamma vitamin, mineral ozuqalarini joy-joyida qilib beramiz. 2 mahal yemini yeydi, selosini yeydi, ozroq beda sovunini yeydi. O'sha ratsionda yotib shu 3 ta buzog'imizni bemalol to'ydirib turibdi shu kunda. Mana do'stlar. Mana. Endi ko'ringlar do'stlar mana. Hammasi pochka. Bolajon ekan lekin sigir ham do'stlar mana. Ko'pchilik sigirlar qo'ymaydi buzog' mana do'stlar. Semental emas mana. Asiski ham qo'yadi do'stlar, lekin chiroyli sababini qilib o'rgatgan ekan, qoyil lekin mana. Oldingi partiyadagimiz bu 3 oylik bo'ldi o'sha. Ha, bir 10 kun nari bersa sutdan ham chiqadi, 3 oyga ham to'ladi buni yoshlari ham. Oldingi partiyadan, lekin mana korobkalariga e'tibor berasizlar. Original. Mana do'stlar, semental so'ragan obunachilarimiz kelaverasizlar. Bo'ldi, sigirni olib chiqaveraylik endi. Buzoqlarni bir sidirg'i ko'rsatib beramiz. Chiqib ketib qolmasin. Jonim sog' bo'lsin. Mana do'stlar. Endi aylantirib bir sidirg'i ko'rsatib beramiz. Sigirimizni bog'lab qo'yavering bor mana do'stlar. Bitta sigir mana 3 ta semental buzoqlarni boqyapti do'stlar. Mana bu nuqta urilganimiz baraka bo'lgan do'stlar. Mana endi ko'ringlar do'stlar, mana bunimiz g'unachi. 78 823 ekan. O'ta hammasi bir-biridan go'zal o'tkir do'stlar. Murod endi qarang. 2 oylik bo'ldi g'unajinimiz, 1 oylik bo'lgan mana. Mana 1 oylik bo'lgan bularimiz. 1 oylikda mana. 2 ta erkak buqacha, bitta g'unajin sigirimiz bilan qo'shib bir joyga, qarang Murod, o'zingiz ham ko'ryapsiz, qochirmasdan sotadigan qilib yopishtirib aytamiz narxini. Xo'p, bu 3 ta buzog'imiz, sut emadigan bitta sigirimizni Aha. bir joyga aytamiz narxini. Отдельныйga sotmaymiz to'g'risi. Ajratgimiz yo'q bizani ham. Endi bir joyga olinganda bularni hammasi bir joyga 4 ta bir joyga olingan, 4 tani bir joyga sotamiz xudo xolasa. Endi buni yopishtirib 107 million deb qo'yamiz, xayrini qilib beramiz. Bitta semental g'unajin, 2 ta buqacha mana o'rtoqlar, mana bu 2 ta 1 oylik, 2 oylik semental g'unajinimiz mana sigirimiz. Ikkinchi qoringa tuqqan. 107 million kamini ham qilib berasiz, xudo xolasa. Kamini ham qilib beramiz. Endi kimdirlar savol bo'lishi mumkin. Sigir o'zi nechi pul yoki buzoq o'zi nechi pul degan savol bo'lishi mumkin. Biz bir joyda olganmiz bularni. Bir joyga sotamiz. Misol fermalarni o'zi ham yoki sotayotgan odam ham arzon narxda sotmayapti. Shunaqa. Arzon narxda sotganda misol biz ham pulni yengilroq qilib qo'yardik. Endi olamiz aka 3-4 so'm ustiga qo'yamiz. Narxini qo'yamiz biz ham. Javniqi 10 million, 15 million ustiga narx qo'yilmaydi. Unaqa moldan mol qolmaydi do'stlar. Mana endi olinganga qarab turib, mana dumalasa lekin sotamiz. Dumalasa sotamiz xudo xolasa. Mana do'stlar, nomerlarni qo'yib ketamiz. Telefon qilib bog'lansanglar mana xudo xolasa bir joyga 107 million yana savdasi bor. Endi Murod qarang, ichida mana bitta oldingi partiyadan qolgan ekan. Mana shu 3 oyligimizni yakka o'zini olib sutdan chiqdi o'sha ishqibozman, boqaman degan obunachilarimizga nima deymiz buni? Buni sheriklarini sotib yubordik xudo xolasa. Endi baribir plus minus hisob kitob bo'ldi. Buni o'zini narxini yengil qilib 25 milliondan
kamini qilib beramiz ozroq. 25 million yana siylab ham berasiz. Yana siylab ham beramiz. Mana mashinamizni o'ziga bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, sog'lom. Endi hozir mana yengil qilib beramiz. 25 million sen nega arzon deydigan ham topilib qoladi-da. Shunaqa. Hisob kitob plus minus bo'lgan, do'stlar. Shunaqa plus minus bo'lib, yaxshi bo'ldi sheriklardan xudo xolasa. Buni narxini endi yengil o'sha 25 milliondan o'sha kamini ham qilib beramiz bundan. Mana do'stlar, sutdan chiqqanini olaman desanglar ham bor mana bir bosh. Bahodir Uz kanali gruppamizga lokatsiyalarni tashlab qo'yamiz. Murod ukamizni nomerligini saqlantirib qo'ysanglar, xudo xolasa sutdan chiqqan kattaroq 5-6 oylik variantlarni ham qilib beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa telefon qilaversan, qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Mana do'stlar, kelaverasizlar xudo xolasa, lekin mana sigirimiz bilan qo'shib bir joyga olib tashlab qo'ysanglar, xudo xolasa kuzgacha yaxshi effekt beradi, hurmatli obunachilar. Mana unajinimiz ham lekin o'ta kuchli ekan. Murod, shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Sizni ham chorvangizga baraka. Havas ko'zi bilan boqib, bizga ham nasib qilsin degan insonlarning xonadonida kamida 10 tadan bo'lsa, hurmatli obunachilar mana. Xalqimiz obunachilarimizga nima deymiz, Murod ukam? Obunachilarimizga nima deymiz? Har doimgidek qo'ldan kelishsa, sharoiti bo'lsa, chorva boqsin. Aha. Chorvada baraka bor deymiz. Sizni ham ishlaringizga rivoj tilab qolamiz. Rahmat, chorvangizga baraka. Hurmatli obunachilar, baribir chorvada baraka bor. Olib sababini qilish kerak, xudo xolasa kam bo'lmaysizlar mana. Shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Bu videoni toza qonli semental sutemisi bo'lsa-yu olib boqardim deganligi mana onasi bilan qo'shib sotiladigan variantlari. Bu videoni tanishiga ulashib qo'yasizlar do'stlar. Shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.